berish kerak edi bizga. Mana bunisi. Shu joydan Jamshid gol ham urib qo'yishi mumkin agar mabodo. Mana shunisini inobatga olsin bo'ldi. Shu qayerdan borgani tahlil qilinyapti. Oyog'idan bordimi? Penalti ber endi. Xo'sh. Umrbod eslab yuramiz. Penalti. Sariq kartochka. Qizil. Ana. Yaxshi. Qizil ham ko'rilgan ekan. Hali g'alaba uchun o'ynab qolsak edi. Yoki jarima zarbasi va penalti, jarima va qizil emasmi? Yo'q, qizil beradi. Yo'q, qizil va jarima emasmi? Yo'q, jarima penaltimi? Emas, sababi birinchisi inobatga olinmadi, ikkinchisi inobatga olindi. Ana o'sha ikkinchisi kerak-da bizga. Penaltiga qarab ketyapmiz. Marhamat, kutib oling. Kim tepadi qiziq? Doston Hamdamov, Shukurov tepishi ham mumkin. Jamshid ham tepishi. Iskandarov tepishsa kerak deb o'ylayapman. Iskandarov to'pni olib yuribdi. Mana. O'sha Mana shu joyi, Doston yaxshi, aqlli o'ynadi shu yerda. Va endi biz so'ramadik-ku, xato. Jarima zarbasi berdi. Aytyapman, jarima zarbasi va qizil berdi. Ha, demak nuqtani ko'rsatmadi-da qo'lini. Inobatga olingan Davron. Qo'lini to'g'rilab, penalti berib qizilni bekor qilsa yaxshi edi bizga. O'sha variant yaxshi. Shu joydan bir gol urib qo'yamizmi chiroyli? Buning uchun shu Jamshid bor. Hammasi yotmaydimi? Otabek ham tepishi mumkin. Menimcha Iskandarov tepadi. Ajoyib imkoniyat va bu yoqqa gol urib oladigan bo'lsak, bu yoq g'alaba uchun ham o'ynab qo'yamiz. 88-daqiqa tugab bormoqda. Xo'sh, Jamshid hamda Otabek yoki Mazgavoymi? Mazgavoyda ham bor zarba. Ikkilanishdi. Mazgavoy 3 kishi hozir tayyor. Otabek zarba. Kuchga urg'u berdi-da. Iskandarov tepgani baribir ma'qulroq edi, nazdimda. Yaxshi imkoniyat edi. Qolgan daqiqalarda